Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Sportni sev, sport bilan yashash shiori ostida o'tkazilgan tadbirda Chirchiq davlat pedagogika universitetining maktabgacha va boshlang'ich jismoniy tarbiya sport yo'nalishi fakulteti talabalari dastavval zamonaviy qiyofa kasb etgan Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyi bilan tanishdilar. Qayd etish joiz, muzeyda xalqaro sport musobaqalarida erishilgan muvaffaqiyatlar, Osiyo, Jahon chempionatlari, Olimpiya o'yinlarida sportchilar tomonidan qo'lga kiritilgan yutuqlar joy olgan. Bugun mamlakatimizda nafaqat professional sportni, ommaviy sportni rivojlantirish uchun ham juda katta e'tibor berilyapti. 2017-yildan 2024-yilgacha bevosita mana shu mavzuga taalluqli Prezidentimizdan qator farmonlari, qarorlari qabul qilindiki, bu mamlakatimizda ommaviy sportga, qolaversa professional sportga bo'lgan munosabatni keskin o'zgartirdi. Tadbirda mana shu bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari bilan uchrashuv chog'ida mana shu g'oyani singdirishga harakat qildikki, inson uchun o'zi shaxsan o'zini salomatligi, hayoti uchun sportdan afzal narsa yo'q. Uchrashuv mehmonlarimizda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida ham juda katta taassurot qoldirdi va kelgusi faoliyatlarida muzey bilan tanishish chog'ida olgan ma'lumotlari albatta asqotadi. So'ngra tadbir davomida talabalar ishtirokida viktorina ham o'tkazilib, unda Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyi to'g'risida egallangan bilimlar yuzasidan savol-javoblar bo'lib o'tdi. Bu davra suhbatda shu Olimpiya shon-shuhratlar muzeyi mamlakatimiz sportchilari tomonidan erishilgan yutuqlar va Paralimpiyada va Olimpiada bo'yicha mamlakatimizga qaratilayotgan e'tiborlar hamda muzeyda o'ziga yarasha Olimpiada tarixidan boshlab shu kungacha o'tkazilayotgan barcha mamlakatlarda sport haqida ma'lumotlar, to'liq nazariy ma'lumotlar universitetda olgan bo'lsa, amaliy va sayohat mashg'ulotlari bu yerda o'tkazildi. Ochiq mashg'ulot asosida. Bizning universitetimizda klaster ta'limi metodi bo'yicha ta'lim beriladi. Shu bilan bir qatorda hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, talabalarimiz individual ta'lim holatda ham yondashdi. Chunki hozirgi zamon talabi o'quvchilarga, bolajonlarga individual holatda yondashuvi ham asosiy omillardan biri. Tadbir so'ngida o'tkazilgan viktorinada faollik ko'rsatgan talaba yoshlar esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Ta'kidlash kerak, mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, bo'lajak pedagog kadrlarning sohaga doir bilimlarini oshirishda bu kabi tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shahzod Sultonov, Tohir Abdullayev, Poytaxt.